Bizga xush kelibsiz. Bugun bizda mana ko'rib turibsizlar, YouTube kanalimizda pulshet tizimi o'chib qolgan. Shuni hozir sizlar bilan birgalikda to'g'rilab beramiz. Men AdSense to'g'rilab qo'ydim. Mana ko'rib turibsizlar. Hamma yo'g'iga verifikatsiya qilindi. Endi shunchaki qaytadan ulab yuborsak bo'ldi. Shu. Xo'p, buning uchun yana bitta qayta ulaveramiz yoki bo'lmasa prosta tak bir kun kutsanglar ham bo'ladi, lekin men shu qayta ulavermoqchiman. Joyida pulshet tizimiga ulab beraman. Shunda xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Xo'p. Hozir 1 minut. Shuni 34 da bosib yuborsalar, kanallari xudo xohlasa qayta pulshet tizimiga ulanadi. Xo'p, bu narsani lekin nima desa bo'ladi? Men shunaqa qilishni tavsiya qilmayman, chunki AdSense boshqa akkauntda ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz o'zimizga aloqaga chiqsanglar, biz o'zimiz xudo xohlasa chiroyli qilib hal qilib beramiz. Shunaqa. Bunaqa jarayon, chunki AdSense o'zgartirish 32 kungacha bloklanib qolishi mumkin. Shuning uchun bunaqa qilmaylar. Prosta men AdSense kanalida ishda ekanligini bilganim uchun shunaqa qilib tezkor holatda monetizatsiyani yo'qmoqchiman. Shu. Xo'p, mana shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, monetizatsiya uzilib qolsa do'stlar, aloqaga chiqsanglar, xudo xohlasa kanallarda pulshet tizimiga ulab beramiz nasib bo'lsa. Mana, kanal ko'rib turibsizlar, sразу pulshet tizimiga ulandi. Mana ko'rdinglar? Joyida momentalniy qaytarib pulshet tizimiga uladik. Endi xudo xohlasa bemalol ustidan pulshet tizimiga bo'ladi. Pin kodini ham chaqirib beramiz. Pin kodi o'sha ichida, xizmatning ichida biz gaplashdik egasi bilan, xo'p to'g'ri. O'sha xizmatning ichida bo'ladi. Xo'p, pin kod kelgandan keyin bemalol to'lov qilsalar bo'ladi. YouTube bo'yicha do'stlar, nima problema, strayk yo'qotish va boshqa masala nima bo'lsa, hammasi aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Telegramda yozasizlar 99lik 791 32 32. Salomat bo'ling do'stlar.